Assalamu alaykum qarindoshlar. Bu soatlik darsimizda biz IQ mazmunlarimizningki 3-bölüm bo'lgan sayı dizilerini ko'rib chiqamiz. Unda bo'lsa, sayı deganda biz hammamiz bilamiz shundami? Sansfer degan gap. Unda dizilar degancha, masalan, dizi bu so'zga bir qarab boqaylik. Masalan, biz vatandagi ko'p qismli televiziya teatrini turkchada dizi deb ataymiz shundami? Ya'ni unda bo'lsa, sayı dizilari degan qanda bir turkum sonlarningki arqma-arq kelishni nima deymiz? Sayı dizilari deymiz. Unda o'zi qarab boqaylik, qanday mazmunlar, qanday savollar bor ekan shundami? Unda bo'lsa, bu bölümdə qanday bo'ldi? Masalan, 4, 11, 18, 25, 32 deganga o'xshash bir turkum sonlarni beradi. Anandan keyin qanday ya o'ttirdan ya oxirisidan bir bo'shliq qo'yib qo'yish mumkin shundami? Unda bo'lsa, keyingi son necha bo'ldi yoki bir o'ttirsida qolib qolgan son necha bo'ldi shuni toping deb. Biz bu bir turkum, ya'ni arq-marq kelgan sonlarni kuzatish orqali bu sonlarning o'ttirisidagi munosabat va qonuniyatni tepib chiqamiz. Unda bo'lsa, masalan, birinchi savol ekan shundami? Qarab boqadigan bo'lsak, 4, 11, 18, 25, 32 keyingi sonlar teping necha kelish kerak debdi. Qaraydigan bo'lsak, 4 dan 11 ga shunami nechini qo'shib beribdi? 7 ni qo'shib beribdi. 11 dan 18 gacha 7 ni qo'shib beribdi. 18 dan 25 gacha 7 ni qo'shib beribdi. Demak, bu bir turkum sonlarda shunami oldidagi songa 7 ni qo'shsa, keyingi son chiqadi ekan shunami? Buniga 7 ni qo'shib bu, buniga 7 ni qo'shib bu, buniga 7 ni qo'shib bu. Unda bo'lsa, masalan, buniga 7 ni qo'shib degan, buniga 7 ni qo'shsam necha bo'ldi keyingi son? 39 degan gap. Qaysi javob? D javob to'g'ri degan gap. Yana bir tal savol ko'rib boqaylik. 12, 48, shunami 40, 160, 152, 608 ekan. Unda bu bir turkum sonlarda qanday bir qonuniyat bor? 12 bilan 48 ning munosabati shunami? 4 ga ko'paysam necha bo'ldi? 48 bo'ldi. 48 bilan 40 ning munosabati 8 ni elvatsam bo'ldi shunami? Unda bo'lsa 40 ni yana 4 ga ko'paytibdi, 8 ni elvatibdi. Buni yana 4 ga ko'paysam 608 chiqadi shunami? Unda bo'lsa bu bir turkum sonlarningki munosabati qanday bo'lgan? Yana qonuniyati qanday? 4 ga ko'paytib 8 ni elab shunami? 4 ga ko'paytib 8 ni elab, yana 4 ga ko'paytib 8 ni elab, yana 4 ga ko'paytib, unda bo'lsa 8 ni elish keldi. Unda 8 ni elvatsam javob 600 degan gap. Qaysi javob? B javob. Keyingi savolimiz qarab boqaylik. Bu yerda 2, 3, 5, 8, 12, 17 deb tushunami? Keyingi son necha bo'lishi kerak? Qaraydigan bo'lsak, 2, 3, 5 shunami? Bu oraliqdagi farq necha? 1 ni qo'shib o'tibdi. 3 ga 5 ni qo'sh, 3 ga 2 ni qo'shsam necha bo'ldi? 5 bo'ldi shunami? 2 ni qo'shib o'tibdi. Bu yerda 3 ni qo'shib o'tibdi. Bu yerda 4 ni qo'shib o'tibdi. Unda bo'lsa 5 ni qo'shib o'tibdi. Endi nechini qo'shimida bo'lsa 6 ni qo'shmashmi? Bu yerda 5 ni qo'shgan. 6 ni qo'shsam necha bo'ldi? 23 bo'ldi degan gap. Qanday? D javob to'g'ri. Yana bir tal savol ko'rib boqaylik. Anandan keyin xulosalab olamiz. Keyingi savol masalan 5, 31, 57, 83, 109 deb tushunama. Men tunji bo'lib qanday o'ylashim mumkin? Acaba bu yerdagi 5 ga 6 ni ko'paytib 1 ni qo'shganmidi? Shunami? Unda o'ylaydigan bo'lsam, buningga 6 ni ko'paytib 1 ni qo'shsam 57 chiqmaydi. Shunami? Yoki buningga 5 ni ko'paytib qanday 6 ni qo'shayotganmidi? Unda 5 ni ko'paytib 6 ni qo'shsam bu mu chiqmaydi. Demak, yana buningga bir sonni qo'shgan bo'lish ehtimolini aytib yuqori tushunaman, chunki qanday son ovib mengibdi. Unda bo'lsa, masalan, bu yerga 20 necha 6 ni qo'shsam bu chiqadi. Unda bo'lsa, yana 26 ni qo'shayotgan vaqtimda 57 shunami? Yana 26 ni qo'shsam 83 chiqamdi. Albatta 83 chiqadi. Yana 26 ni qo'shib o'tibdi. Unda bo'lsa, men 109 ga 26 ni qo'shib o'tib boqay. Shunami? Nima chiqadi ekan? 5 bir ko'ngil 0 ga 2 ni qo'shsam ko'ngilga 1 bilan 3 shunami? 135. Unda bo'lsa D javob to'g'ri degan gap. Keyingi savol qarab boqaylik. Masalan 3, 5, 9, 17 shunami? 33, 65 debdi. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu sonlar bir xil ish qanday nisbatini ayt yuqori shunami? Unda bo'lsa bu yerdan farqi necha ekan? 2 ekan, bu yerda farqcha 4 ekan, bu yerda farqcha 8 ekan, bu yerda farqcha unda 16 shunami? Bu yerda farqcha unda bo'lsa buni nechini qo'shsam bo'ldi? 32 ni qo'shayotgan vaqtimda 65 chiqdi shunami? Unda bu sonlarga bir qarab boqadigan bo'lsak, amaliyot 2 degan 2 ning necha? Birinchi quvvati, 4 degan 2 ning ikkinchi quvvati, 8 degan 2 ning uchinchi quvvati, 16 degan 2 ning to'rtinchi quvvati shunami? 32 degan 2 ning beshinchi quvvati. Unda bo'lsa men bu yerda qanday qilmamda? 2 ning 6-chi quvvatini qo'shib o'taman. Ya'ni 2 ning 6-chi quvvati degan necha bo'ldi? 64 bo'ldi shunami? Unda bo'lsa 65 ga 64 ni qo'shib olsam necha? 129. Qaysi javob? E javob degan gap. Unda bo'lsa 8, 16, 32 shunami? Endi 64 ni qo'shib o'tdik mana bu yerda. Keyingisi qarab boqaylik. 1, 3, 10 shunami?
32 qanda 99 301 depdi. Bu yerdagi 3 bilan 10 qaraydigan bo'lsak, masalan 3 ga 3 ni ko'paytirib 1 ni qo'shsam bo'ldi. Tushunami? Unda bo'lsa, masalan 10 bilan 32 deganni 10 ni 3 ga ko'paytirib 2 ni qo'shsam, 32 bilan 96 degan 99 degan shunami 3 ga ko'paytirib 3 ni qo'shsam, unda bo'lsa bu yerda 3 ga ko'paytirib 3 ni qo'shabdi. Bu yerda 3 ga ko'paytirib 2 ni qo'shabdi. Bu yerda 3 ga ko'paytirib necha 1 ni qo'shabdi. Shunami? Bu yerda 3 ga ko'paytirib 0 ni qo'shabdi degan gap. Hammasini 3 ga ko'paytiribdi, faqat 0 ni, 1 ni, 2 ni, 3 ni qo'shabmabdi. Shunami? Unda bo'lsa bu yerdami 3 ga ko'paytirib 4 ni qo'shamiz. Unda bo'lsa keyingisida qanday qilamiz? Bu sonni 3 ga ko'paytirib 5 ni qo'shamiz. 3 ga ko'paytgan vaqtimda necha bo'ldi? 903 bo'lib ketdi. Shunami? Buniga yana 5 ni qo'shsam necha bo'ldi? 908. Unda bo'lsa javob to'g'ri degan gap. Keyingi savol qarab boqaylik. Shunami? Qaraydigan bo'lsak, bu savolda nima beribdi? Tablo beribdi. Shunami? Turuvchi tablo deymiz. Ya'ni bir grafikning ichida qanda bir turkum sonlarni berishga boshlabdi. Unda bo'lsa, buni biz qanda birinchi turkum shunami? Aslida ikkinchi turkum deb qaraymiz. Unda biz qaraydigan bo'lsak, yana qanda 6 12 shunami? 12 24, unda bo'lsa 24 48 qanda qilibdi? Bir qarabli ko'rib oldik shunami? 2 ga ko'paytirib tamizini. Unda bo'lsa oldidagi son necha bo'lish kerak? 3 bo'lish kerak. 3 ni 2 ga ko'paysam 6 bo'ldi. Shunami? Aslidagi bu bir ratga qarab boqaylik. Qanday bo'ldi? 6 16 shunami? Unda 38 debdi. Men o'tirlikni topib ekanman. Unda 6 bilan 16 ning munosabati 10 ni qo'shidi yoki qanday 10 ni qo'shab desam bo'lmaydi ekan. Unda buni 2 ga ko'paytirib 4 ni qo'shayotgan vaqtda 16 chiqadi. Shunami? 16 ni 2 ni ko'paytirib nechini 6 ni qo'shayotgan vaqtda, ya'ni 32 ga 6 ni qo'shsam 38 bo'ldi. Unda qaraydigan bo'lsak, hammasini 2 ga ko'paytganda qildi shunami? Bu yerda 4 ni qo'shibdi, bu yerda 6 ni qo'shibdi. Unda bu songa 2 ni ko'paytirib 2 ni qo'shsam bu son chiqishi kerak. Unda 6 dan 2 ni alsam 4, 4 ni 2 ga bo'lasam necha? 2. Unda bu yerdagi son 2 degan gap. Ya'ni buningga 2 ni ko'paytirib 2 ni qo'shib o'tgan vaqtimda necha bo'ldi? 6 bo'ldi. Unda 1 ga 2 ni ko'paytirib 0 ni qo'shamiz degan gap bo'ldi. Unda bu yerdagi necha bo'lib ketdi? 2 bo'lib ketdi. Shunami? 3 2. Qaysi javob? A javob degan gap. Keyingi savol qarab boqaylik. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, kasrlarni beribdi shunami? Oddiy kasrlarni. Unda bo'lsa buningki surat qanday o'zgaribdi, maxraj qanday o'zgaribdi? Biz oldi bilan ustiga qaraylik. 2160 dan 360 ga shunami? 360 dan 72 ga, 72 dan 18 ga. Ya'ni bu yerda 36 deganga odatda biz 6 ni ko'paysak necha bo'ldi? 216 bo'ldi. Unda bo'lsa buni 6 ga bo'libdi deb bir qarabla chiqarib olamiz. 360 deganni 5 ga bo'lsam shunami? 72, 72 deganni 4 ga bo'lsam 18, buni yana 3 ga bo'lsam 6. Unda bo'lsa 6 ga 5 ga 4 ga 3 ga bo'lgandan keyin men buni qanday qilman? 2 ga bo'lma. Men 3 bo'lib ketdi shunami? Usti. Aslida qarab boqaylik. 30 24 shunami? 19 15. Unda bo'lsa bu yerdan nechini elib o'tamiz? 6 ni elib o'tamiz, bu yerdan 5 ni elib o'tamiz, bu yerdan 4 ni elib o'tamiz shunami? 4 ni elib o'tdim. Bu yerdan 3 ni elib o'tamiz. Unda bo'lsa bu yerdan nechini elib o'tmamda? 2 ni elib o'tsam necha bo'ldi? 10. Ya'ni 10 dan 3 degan gap. Qaysi javob bo'lgan? Javob to'g'ri. Shunami? Keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, shunami? Bu yerdami kasr beribdi yana. Unda bo'lsa, qanday avval men suratga qaray. 7 14 shunami? 19 38 43. Ya'ni 7 ni 2 ga ko'paysam 14 bo'ldi. Lekin 14 ni 2 ga ko'paysam 19 emas. 14 ga 5 ni qo'shib o'tamiz shunami? 19 ni 2 ga ko'paysam 38, bu yerga 5 ni qo'shib o'tamiz. Unda bo'lsa bu yerga 2 ni ko'pay. Ya'ni 2 ga ko'paytirib 5 ni qo'shib, 2 ga ko'paytirib 5 ni qo'shib chiqaribdi. Unda bo'lsa buni qanday 5 ni qo'shib bo'lgandan keyin navbat qanday qilmaymiz? 2 ga ko'paytiramiz. Javobdan 86 bo'ldi shunami? Aslida qaraylik. 5 9 18. Bu yerda 4 ni qo'shib o'tibdi shunami? Bu yerda 2 ni ko'paytiribdi. Bu yerga yana 4 ni qo'shib o'tibdi. Bu yerda 2 ni ko'paytiribdi. Unda bo'lsa navbatda biz qanday qilamiz? Unda bo'lsa 4 ni qo'shish keldi shunami? 48 degan gap. Unda bo'lsa javob qaysi? 48 dan 86 shunami? De javob. Keyingisi qarab boqaylik. Bu yerda cho'ng bir tablo bo'lgan shunami? 4 guruh sonlarni beribdi. Unda bo'lsa bu yerga nima keladi debdi. Ya'ni biz oldidagi 3 guruhini tafsiliy bir kuzatib chiqishimiz kerak. Bu yerga qaraydigan bo'lsak shunami? 5 10, bu yerda 7 14 11 22. Unda bo'lsa bu yerda 2 ga ko'paytibdi shunami? Unda bo'lsa 2 ga ko'paytirdim 10 bo'ldi. Bu yerda 3 ni elib o'tibdi. Mana 7. 2 ga ko'paytibdi shunami? Andan keyin 3 ni elib o'tibdi. 2 ga ko'paytibdi. Unda bo'lsa bu yerda 12 6 shunami? 6 ni 4 ga ko'paysam 24, 24 ni 6 ni olsam, 18 ni 4 ga ko'paysam 72. Unda bo'lsa buni navbatda qanday qilibdi? 4 ga ko'paytirib shunami? 6 ni elib, bunicha yana 4 ga ko'paytirib 6 ni elib, yana 4 ga ko'paytiribdi. Shunami? Keyingisi
4, 12, 6, 18 şunama. Onda olsa bunu qanday qilibdi? 3 ga ko'paytib, 6 ni elib şunama. Yana 3 ga ko'paytib, 6 ni elib, yana 3 ga ko'paytibdi. Onda olsa qaraydigan bo'lsak, bir sonni ko'paytib, yana bir sonni elib, shu sonni ko'paytib, yana qanday elib etganim o'zgarmaydi ekan shundami? Onda olsa biz qarab baqaylik, 3, 18, 6. Ya'ni buni 6 ga ko'paytibdi, bu yerdan 12 ni elib o'tibdi. Buni 6 ga ko'paytibdi, bu yerdan 12 ni elib o'tibdi. Buni 6 ga ko'paytgan vaqtimda 144 chiqdi shundami? To'g'ri javob bu degan gap. Biz boshqasiga bir qarab baqaylik xato javoblarni masalan. 4 ga 6 ni ko'paysam 24, bu yerda 12 ni elib o'tibdi shundami? Bu yerda 6 ga ko'paysam necha? 72, yani 12 ni elib o'tibdi. To'g'ri. Lekin buni 6 ga ko'paytgan vaqtimda bu yer 360 bo'lish kerak shundami? Unda 3, 36, 42 debdi. Buni 12 ga ko'paytibdimi? Ko'paytibdi. Unda olsa 36 ga 6 ni qo'shib o'tibdi. Shundami? Navbatda qanday qilish kerak? 12 ga ko'paytish kerak buni. Shundami? Xato degan gap shunga. Bu ikkisi xato bo'lib ketdi. 7 42. Qanday bo'ldi? 6 ga ko'paytibdi. Shundami? 12 ni apti. Buncha 6 ga ko'paytibdi. Ananiki 12 ni apti. Bu yerda 6 ga ko'paytgan vaqtimda 168 deganda 508 chiqmaydi shundami? Unda 13 ga nechini 6 ni qo'shib, ananiki 12 ni elib, bu yerda 6 ga ko'paytib quribdi. Bir qo'shib, bir elib, bir ko'paytib qolgancha ish harakat bas bo'lmaydi shundami? Keyingisiga qarab baqaylik. Qaraydigan bo'lsak, shunami? 17, 15, 30, 28. Unda bo'lsa bu yerda 2 ni qo'shib, shunami? 2 ga ko'paytib, 2 ni elib, 2 ga ko'paytib, 2 ni elib shunday qilibdi. Shunami? Ha, bu yerda qanday 2 ni avtib ekan. 17, 2 ni elib, 2 ga ko'paytib, 2 ni elib, 2 ga ko'paytib qilibdi, shunami? Unda bo'lsa bu yerda 2 ga ko'paytib, anandikincha 2 ni qo'shib, shunami? Unda bo'lsa bu yerda 2 ga ko'paytib, 2 ni qo'shib, bu yerda 2 ga ko'paytibdi. Unda bo'lsa bu yerda qanday 3 ni elib, shunami? 3 ga ko'paytib, 3 ni elib, 3 ga qanday ko'paytib, yana 3 ni apti degan gap. Yani şu sanni ya elib o'tadiganmiz shunami, ya ko'paytirganmiz. Shu sanni ya ko'paytirganmiz, ya qo'shadiganmiz shunami. Shu son ish qilib qanday o'zgarmaydi ekan. Unda 7 da 21 biz qarab baqaylik. 3 ni ko'paysam shunami, anandikin 3 ni qo'shib olsam, bu yerda 3 ni ko'paysam, 3 ni qo'shib olsam, 3 ni ko'paysam 225 chiqdi. Demek bu to'g'ri. Shunami? Boshqasiga qarab baqaylik. Bu yerda 3 ni ko'paytibdi, 3 ni qo'shibdi. Shunami? Unda olsa 3 ni ko'paytib qo'shgandan keyin bu yerda qanday qilish kerak? Ko'paytish kerak. Bu xato. 17 51. Bu yerga 3 ni ko'paysam, shunami? Anandan keyin 3 ni qo'shsam, bu yerga 3 ni ko'paysam, to'g'ri. Anandan keyin bu yerda 3 ni elib o'tib qolibdi. Demak xatolashdi degan gap. Keyinchisiga qarab baqaylik. 3 ni ko'paytibdi, shunami? Bu yerda 3 ni elib o'tibdi. Bu yerda 3 ni ko'paytibdi. Bu yerda 3 ni qo'shib o'tibdi. 3 ni elib o'tgandan keyin bu yerda 3 ni qanday qilish kerak? Elib o'tish kerak. Bu yerda qanday bo'ldi? 5 ni 5 bir yerda 3 ni ko'paytibdi, shundami? Unda bo'lsa 3 ni qo'shib, anandikincha 3 ga ko'paytib, shundami? Bu yerda 3 ni elib o'tib qolibdi. Bu yerda bir qo'shib, bu yerda bir elib olsa bo'lmaydi degan gap. Ha, yani biz odatda savol ishlagan vaqtda oldirmay hammasini chiqarib baqib ishlasak bo'ladi shundami? Lekin biz imtihonda nimani tavsiya qilamiz degan vaqtda o'quvchilarimiz shundami? Bir to'g'ri javobni tepib, buningga jazm qilganaman, boshqalarga qarab o'tirishdan hojat yo'q, keyin o'tib ketsa bo'ldi. Chunki imtihonda vaqtimiz cheklik shundami? Hammasini birma-bir chiqarib isbotlab o'tirganga vaqtimiz yo'q. Masalan, oldingi soatda men shifralarni ishlagan vaqtda chiqarib 4 javobni chiqarib tashladim shundami? Unda qilib qolganning to'g'ri ekanligini isbotlashim behojat. Chunki imtihonda qanday vaqtim bek qis degan gap. Keyingi savol qarab baqaylik. 13 26 78 shunami? Bu yerda 2 ni ko'paytib, anandikincha bu yerda 3 ni ko'paytib, shunami? 2 ni ko'paytib, bu yerda 3 ni ko'paytib, bu yerda 2 ni ko'paytibdi. Shunami? Unda bo'lsa bu yerda 3 ni elib, anandikincha, ya'ni 2 ni elib, shunami? 3 ni elib, 2 ni elib, bu yerda 3 ni elib o'tibdi. Bu yerda 3 ni ko'paytib, bu yerda 2 ni ko'paytib, unda bo'lsa bu yerda 3 ni ko'paytib, bu yerda 2 ni ko'paytib, shunami? Bu yerda 3 ni ko'paytibdi. Demek 2, 3 shunami? Ya 2 ya 3 qanday qilibdi? Ko'paytibdi bularning hammasini elib o'tibdi. Bularning hammasini qanday ko'paytib o'tibdi shunami? Qarab baqaylik bo'lsa, bu yerda 2 ni qo'shib, shunami? Anandan keyin 3 ni qo'shib, bu yerda 2 ni qo'shib, anandan keyin 3 ni qo'shib, qanday bu o'zgarmabdi? Xato degan gap. 47 da 2 ni elib, shunami? Anandan keyin 3 ni elib, 2 ni elib, anandan keyin 3 ni elib, anandan keyin qanday qilish kerak? 2 ni elish kerak. Bu yerda xatolik gap chiqibdi degan gap.
Onda olsa bu mu xata? 24 şunama 3'ni apto, anandikinço, yani 3'ni apto, yani 2'ni apto, bu yerdiço, yani 3'ni apto, qarab oturuşna hacit qanmada şunama. Onda olsa 118, 116, 2'ni apto, bu yerdiço 3'ni apto, bu yerda 2'ni apto, bu yerda 3'ni apto, bu yerda 2'ni apto, yaxshi. Onda olsa to'g'ri javob D degan gap. Axirgisi qanda 2'ni qo'shibdi shunama, anandikinço, bu yerda 3'ni apto shunama, 2'ni qo'shibdi, ondan keyin 3'ni apto, 2'ni qo'shibdi. Ba'zi o'quvchilarimiz diqqat qilmaylar, javobni to'g'ri deb tanlab qo'yishi mumkin. Shunami, bu yerda to'g'ri chiqadigan mana bularniki men qonuniyatini bayqab oldim deb. Lekin ustida 3 2 3 2 3 2 qana o'xshash, ya ko'paytimiz, ya alimiz, ya ko'paytimiz. Shunami, bu yerda bir qo'shib bir ep qo'ysam bo'lmaydi degan gap. Shunlashqa to'g'ri javob D. Qaraydigan bo'lsak, shunami, keyingi savol. Aşağıdakilerden, şunami, aşağıdaki serilerden hangisi hatalıdır debdi. Yani bu yerda belki A, şunami, B, C, D, qanda E. Bu sonlar türkümünden qanda birisi hata içidiki. Onda olsa bir qarab bakayım. Mesela bu yerda 2, 4, 6, 12, şunami, 36, 72 deb beripti. Onda olsa bir şey qaraydigan bo'lsam, bu yerda 3 ko'paytib, şunami, bu yerda 2 ko'paytib, bu yerda 3 ko'paytibdi. Onda olsa bu yerda 2 ko'paytibdi. Şunami, 2'nin oldini necha ko'paytish kerak? Yani bu yerda 2 bo'lish kerak aslında. Qanda 3'e köpeyttim, 2'ye köpeyttim, 3'e köpeyttim, 2'ye köpeyttim kiriş gerek. 4, 6 bu qasa xata. Bu xata. Başqa cevaplar to'g'rimunda olsa, qarab bakayla shunami, 9, 10, 15, 16, 21 debdi. Onda olsa bu yerda 1'ni qo'shib, bu yerda 5'ni qo'shib, bu yerda 1'ni qo'shib, bu yerda 5'ni qo'shib, bu yerda 1'ni qo'shib, bu yerda qanda 5'ni qo'shibdi. Bu to'g'ri ekan. Bir qonuniyati bor shunami. Onda olsa 41, 37. Bu yerda qanda qilibdi? 7'ni ele o'tibdimi? Onda olsa bu yerda 2'ni ele o'tibdi, bu yerda 7'ni ele o'tibdi, bu yerda 2'ni ele o'tibdi, bu yerda 7'ni ele o'tibdi. 2'ni ele o'tibdi. Bu mu to'g'ri ekan? 2, 8, 4, 16 shunami. Bu ne? Unda bo'lsa 4 ga ko'paytib, anandikincho 2 ga bo'lib, 4 ga ko'paytib, shunami, 2 ga bo'lib, anandikincho 8 ni yana 4 ga ko'paytib, 32 ni yana 2 ga bo'lib. 4 ko'paytib, 2 ga bo'lib, 4 ko'paytib, 2 ga bo'lib. Bu mu to'g'ri ekan? 41, 48 necha? 7 ni qo'shibdi, bu yerdacho, anandikin 3 ni ele o'tibdi, shunami, 7 ni qo'shib o'tibdi, 3 ni ele o'tibdi, 7 ni qo'shib o'tibdi, 3 ni ele o'tibdi. Demak, bu mu to'g'ri ekan degan gap. Keyingi savol qarab bakayla, shunami, bu yerda mu xatosini topamiz. Amaliyotda bu xatosini topadiganning ikkinchi savol bo'lishi kerak. Unda bo'lsa 2, 4, 8, 14, 22 deb to'shnami. Qaraydigan bo'lsak, bu yerga 2 ni qo'shibdi, bu yergacha 4 ni qo'shibdi, bu yergacha 6 ni qo'shibdi, bu yergacha 8 ni qo'shibdi. Shunami? Bu yergacha 10, shunami, bu yerda 20, bu yerda 30, bu yerda 40. Yani qo'shgan sonlarga qaraydigan bo'lsak, shunami, miqdori qanday eşitmayapti. 2, 4, 6, 8 emizsa qanday 2 ni haslik sonlar emasdan. Shunami, 2 ni eşitmayapti. Bu yerda 10dan eşitmayapti. Unda bu yerda 8 ni qo'shibdi, shunami, bu yerda 12, bu yerda 16. Keyin necha? 20 ni qo'shish kerak. Mana 20 ni qo'shibdi degan gap. Keyingisi qarab bakadigan bo'lsak, 15, 30, shunami, 15 ni qo'shib, anandikincho bu yerda 12 ni qo'shib, bu yerda yana 12 ni qo'shib qo'yibdi, shunami. Demak, masala bu yerda. Yani D javob qanday? Bu yerda tanlaydigan javob shunami. Bu bir turkum sonlarniki qanday? Hech bir qonuniyati yo'q, shunami. Shunlashqa biz D javob tanlaymiz. Xatosini toping deb degan. 13, 20, 29, 40, 53. Unda bo'lsa bu yerda 7 ni qo'shib, shunami, bu yerda 9 ni qo'shib, bu yerda 11 ni qo'shib, bu yerda 13 ni qo'shib. Qaraydigan bo'lsak, 7 dan boshlangan taq sonlarni qo'shib ma'lumot shunami. Bu mu to'g'ri degan gap. Qolgan 3 qanday bo'ldi? 4 to'g'ri bo'ldi. Unda bo'lsa, keyingi savol qarab bakayla. Biz bu savoldan boshlab, yani bir daraja tasroq bo'lgan savollarni ko'ramiz. Yani bu say dizilerdagi biroz saviyasi bor savollar. Unda bo'lsa, 32 shunami, bu yana tepang debdi 8, 4, 2. Unda bo'lsa men keyindan qaraydigan bo'lsam, yana qanday qilmaymiz? 2 ko'paytimiz shunami, 2 ko'paytimiz, 2 ko'paysam necha? 16. Birinchisi 16 chiqadi ekan, intayin oddiy shunami. Keyingi bo'shini tep bakayla. 12, 20, bu yerda bir bu yerdagi tepang debdi shunami, 48, 64. Unda qaraydigan bo'lsak, men 8 ni qo'shib etsam shunami, masalan bu yerda 16 ni qo'shibdi. Unda bo'lsa bu yerga bir sonni qo'shib ekagili bo'lamdi. Masalan, nechini qo'shmam, bu yerga 8 ni qo'shgandan keyin 10 ni qo'shsam 30 bo'lib qoldi. 18 ni qo'shsam bo'lmaydi shunami. Bu yerga aran 16 ni qo'shibdi. Masalan, bu yerga 8 ni qo'shgandan keyin 12 ni qo'shib etsam-chi 32 bo'ldi. Bu yerga 16 ni qo'shsam, yana 16 ni qo'shsam bo'lmaydi. Shunlashqa biz u yana o'ylab, bu yana o'ylab qanday qilamiz? Bu yerdagi 12 ni shunami 2 ga ko'paytib qanday 4 ni elivetsem. Neçe buldu? 20 buldu. Şunama 24'ten 4 ni elivetsem. Bu yerdeki 40 ni şunama yeni 2 ga ko'paytib nechini elivitimiz? Qaraydigan bo'lsak, bu yerdeki 48 deganni şunama 2 ga ko'paysam 96 buldu. 96'dan 32 ni elivitganda 64 chiqdi.
Unda olsa bunu 2 köpeytişim iniq. Şunama bu yerda 32 ni ele ötüptü. Bu yerda 16 ni, bu yerda 4 ni, unda olsa bu yerda 8 ni ele etsem. Yani bu yerda 2 ga köpeytip neçe? Bu yerda 32 ni ele etkendikken men bu yerda 16 ni ele ötme. Yani 4 ni, 8 ni, 16 ni, 32 ni ele ettim şunama. Onda olsa bir hesaplap bakay. 20 ni 2 köpeysem 48 ni ele etsem 32 degan gap. 32 ni 2 köpeysem 64, 16 ni ele etsem 48. Hemmisini 2 köpeytirkenmiz, lekin 4, 8, 16. Şunama 4, 8, 16, 32, yani keyingisini tependisi mesela 2 köpeytip neçini 64 ni ele ötme degan gap. Onda olsa cevaptan neçe 32 şunama qaysi cevap? Cevap çıktı degan gap. Keyingisiga qarab baqayli. 7, 14, 33, 66 şunama 63. Bizga miyadagini tepan depti. Unda o'zi bu yerda, ya'ni bu savollarni biraz tezroq degandim shunama. Biz buni qanday qilamiz? Keyingi bo'lakka qaraymiz. Ya'ni oldidagini bu yerda 3 tal munosabat chiqib qoldi. 33 ga nechini ko'paytibdi? 2 ni ko'paytibdi. 66, 63. Unda olsa 3 ni ele o'tibdi. 63 ni yana qanday 3 ga ko'paytibdi. Shundami? Unda olsa bu yerdagi 7 ni 14 qilibdi. Unda olsa 2 ni ko'paytibdi. Shundami? 2 ni ko'paytib bo'lgandan keyin qanday qilish kerak deb 3 ni ele o'tish kerak. Bu yerdan 3 ni ele etsam necha bo'ldi? 11 bo'ldi. 11 ni 3 ga ko'paytibdi. Shundami? 60 ni 3 ga ko'paytibdi degan baytdan. Unda olsa 2 ga ko'paytib 3 ni elab, anandan keyin bu sonni 3 ga ko'paytirganmiz. Qonuniyati bu. Shundami? Unda olsa 5, 14, 37. Bu yerdagini tepandapti. 37, 74. Ya'ni keyiniga qaraymiz. Chunki oldidan bir chiqirvog'i bo'lmaydi. Shundami? Bu yerda 2-3 tal munosabat bor, biraz murakkab. Yani 2 ga ko'paytdim, 74 bo'ldi. Shundami? Buniga nechini qo'shimda bo'lsa 9 ni qo'shib turma. Shundami? 9 ni qo'shgan vaqtimda 83. 83 ni 2 ga ko'paytdim. Unda bo'lsa 37 ni 2 ga ko'paytib 9 ni qo'shabdi. Unda bo'lsa 5 bu yerdagi qanday 5 ga 9 ni qo'shibdi. 9 ga qo'shib bo'lgandan keyin 2 ga ko'paytishim kerak. Bu yerda necha bo'ldi? 28. Mana 2 ga ko'paytdim. Anandan keyin 9 ni qo'shsam 37 chiqadi. Shundami? Bu xil tipdagi savollarga favqulodda diqqat qilish kerak. Javob 11, 28. Qaysi? Javob degan gap. Keyingi savol. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda 2 tal savol bor ekan. Shundami? 2, 2, 4, 12, 48, 240. Unda olsa keyingiroq qarasam ishtik chiqara olaman. Shundami? 48 bilan 240 ning munosabati 5 ga ko'paytimiz. 12 bilan 48 ning munosabati 4 ga ko'paytimiz. Bu yerda 3 ga ko'paytibdi. Unda olsa bu yerda 2 ga ko'paytibdi. Unda olsa bu yerda 1 ga ko'paytibdi. Shundami? Navbatda necha ko'paytimi? 6 ga ko'paytimi. Ya'ni 24 ni 6 ga ko'paysam 144. Unda olsa javobdan necha bo'ldi? 1440. Shunami? Keyingisiga qaraylik. 125, 126. Shunami? Unda olsa bu xil tipdagi savollarga qaraganda keyiniga qaraymiz degandim men. 60, 60, 30 nima? Bu yerdan 5 ni qo'shib, anandan 2 ga bo'lib, anandan 8 ni olibdimi? Qaraydigan bo'lsak, biz bayaqidek masalan, ya 2 ga 2 ga ko'paytiradigan yoki 2 ya'ni 2 tal sonning munosabati bilan kelmagilik shunami? 3 tal son kelibdi bu yerda. Unda olsa 5 ga qo'shib 2 ga bo'lib 8 ni olganmi? Unda olsa bu yerda 5 ga qo'shibdi, navbatda 2 ga bo'limiz. 126 ni 2 ga bo'lsam shunami? Necha? 63. 5 bu yerdan 8 ni elvatsam shunami? 8 ni ahadiki 8 ni elvatsam 55 chiqamdi albatta. Javobdan 63 degan gap. Bu xil savollarga favqulodda diqqat qilish kerak. Keyingisiga qarab baqaylik. 9, 3, 5, 10, 12, 72. Bu 9 qanday bo'lib to'nlab anandan keyin yuqorilab ketdi shundami? 12 ga nechini 6 ni ko'paysam 72. 10 ga 2 ni qo'shsam 12. Unda bo'lsa 2 ni qo'shib bo'lgandan keyin 6 ga ko'paytibdi. Bu yerga qaraydigan bo'lsak 2 ni qo'shibdi. Endi 6 ga ko'paysam 30. Shundami? Unda bo'lsa 30 ni 10 qilish uchun bu yerni 3 ga bo'lamiz. Unda bo'lsa 9 ni qanday 3 ga bo'lamiz. Ya'ni 3 ga bo'lib 2 ni qo'shib, shunami? Anandan keyin bu yerda 6 ni ko'paytib, shunami? Unda bo'lsa 3 ga bo'lib 2 ni qo'shib 6 ga ko'paytibdi. Demak, mening qilganim to'g'ri ekan degan gap. Javobdan necha? 30 topdim, shunami? 135, 142, shunami? Bu yerdagini tepang debdi. 65, 72, 36, 30. Keyiniga qaraymiz dedim, shunami? Unda bo'lsa 65, 72 necha? Bu yerda 7 ni qo'shibdi. Anandan keyin 2 ga bo'libdi. 36, 30. Qanday 6 ni ele o'tibdi degan gap. Unda bo'lsa bir qarab baqaylik. 135, 140 bo'lgandan keyin 7 ni qo'shibdi, shunami? 7 ni mana yozdim. 7 ni qo'shib bo'lgandan keyin 2 ga bo'lishim kerak. 142 degani 2 ga bo'lsa necha? 71. 71 dan 6 ni olsam 65 chiqamdi, albatta 65 chiqadi. Unda o'z javobdan 71 to'g'ri ekan, shunami? Ya'ni bu xil tipdagi savollarni bergan vaqtda, masalan, oldini berib
aldığını soraptı. Şunama onda keyindeki 3-4 tal san qaraymiz. Bir narsani xulosalag'andan keyin buni qanday chiqarib boqamiz, andan keyin bir tadbiqlab boqamiz. Ya'ni bu yerdagi 30 ni 3 ga bo'lsam 10 chiqamdi. Bu yerdagi 75 dan qanday 6 ni elbatganga o'xshash 6 ni elbatsam keyindeki san bilan bir munosabatni bog'lay olaman dedim. Shunama bularga favqulodda diqqat qilish kerak. Keyingisiga qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, shunama 15, 12, 15, 14 bir turkum sonlarni berib, bu yerda 2 tal bo'shliqni so'rabdi. Unda olsa, biz navbatda say dizilardagi eng murakkab savollarga keldik degan gap. Ya'ni bu savolning bir taktikasi bor. Agar bizga 2 tal bo'shliqni so'rgan vaqtda biz qanday qaraymiz? Biz orliq tashlab qaraymiz. Orliq tashlab degan gap bir sonni tashlab o'tib, ma'qul shaklda qaraymiz. 19, 27, andan keyin qanday 39 deb. 15, 12, 12, 15, 15, 14 deb qaraydigan bo'lsak, hech bir munosabatni topqilib olmaydi. Bu yerda biz son tashlab qaraymiz. Unda bo'lsa bu sonlarniki qanday munosabat bor, shuni qaraymiz. Ya'ni bu yerga kelib chiqadi shunama. Unda bo'lsa 39 degan mayaga kelib chiqadi. Unda bo'lsa bir qarab boqaylik shunama. 15, 15, 19, 27 bu xil shaklda qaraymiz degandim. Men 15 ga 0 ni qo'shib 15 chiqadi desam bo'lamdi. Masalan, bu yerda 0 ni qo'shib shunama 15, 19. Unda bo'lsa 4 ni qo'shibdi. 19, 27. Nechini qo'shsam bo'ldi? 8 shunama. 27, 39. Nechini qo'shibdi? 12. Unda bo'lsa 4, 8, 12 qo'shgandan keyin endi nechini qo'shaman? 16 ni qo'shaman. Ya'ni 39 ga 16 ni qo'shib boqay shunama. 16 ni qo'shgan vaqtimda necha bo'ldi? 5. Unda 4, 5. Ya'ni bu yer necha bo'lgan? 55 degan gap. Asta qarab boqaylik. 12, 14, 18 shunama. Bu yerga 2 ni, bu yerga 4 ni, bu yergacha andan keyin 18, 20, ya'ni 2 ni, andan keyincha 20 ga yana nechini qo'shmamda? 2 ni qo'shib, 4 ni qo'shib, 2 ni qo'shib, 4 ni qo'shib, unda bu yer 24 degan gap. 24, 55. Qani javob? Javob degan gap shunama. Unda bo'lsa biz o'xshash savoldan yana bir tal ko'rib boqaylik, andan keyin xulosalab olamiz. Bu yerda mi qanday ya'ni o'xshash 2 tal bo'shliq so'rab turishmi? Unda bo'lsa qanday qaraymiz dedim, orliq tashlab qaraymiz dedim. Unda 8, 23, 48 shunama 83, andan keyin maya kelib chiqdi. Unda bo'lsa 3 shunama 11, 27 qanday 51 bu yerga kelib chiqdi shunama. Unda bo'lsa 3, 8 5 ni qo'shabdi shunama 8 23 qanda 15 ni qo'shabdi 23 ga 48 25 ni qo'shabdi. Men bu yerga yozib o'tay. 5 ni qo'shib shunama bu yerda 15 ni qo'shib bu yerda 25 ni qo'shib bu yerda unda bo'lsa 35 ni qo'shib shunama. Unda 5 15 25 35 bu yerda 45 ni qo'shsam chiqadi degan gap. Asta qarab boqaylik. 3 11 nechini qo'shibdi? 8 ni qo'shibdi shunama. Unda bo'lsa bu yerda 8 ni qo'shib 11 ga 16 ni qo'shib 27 51 necha unda olsa 24 ni qo'shsam bo'ldi shunama. Bularni qo'shib ekan. Unda olsa bu yerda nechini qo'shimda olsa 32. Qaraydigan bo'lsak 8 16 24 32 shunama 8 ning haslik sonlari. Unda biz bir hisoblab boqaylik. Ya'ni 83 ga 45 ni qo'shsam 83 45 8 128 shunama. Keyini 128 bo'lib ketdi. 51 ga 32 ni qo'shsam necha bo'ldi? 83 degan gap. 83 128 qani javob? 83 128. Undaq bo'lsa qarab boqaylik shunama. Mashqimiz tugabdi. Bugungi darsimiz IQ ning 3-bo'lim shunama say dizilari mushada oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.